40. bab. Xudoyingla mundaq deydi. Təsəlli bə, xalqimga təsəlli bə. Yerusalimga muloyimlik bilan so'zligin, ulağı jakarligin. Sizlarning azobli kunlaringlar oxirlashdi. Sizlarning gunohlaringlar kechirim qilindi. Sizlar o'z gunohlaringlar uchun Parvardigorning sizlarga bergan jazosini 2 hassa ortiq tortdinglar. G'oyibdan bir ovoz kelib, mundaq deb jakarladi. Parvardigorga cho'llikda yo'l echinglar. Xudoyimiz uchun qumliqda bir tüz yo'l yasanglar. Her bir jilg'a to'ldirilsin. Barliq tog' edirlar tüzlensin. Oyman cho'nqurlar tindirilsin. Katanglar o'ngshalsin. Parvardigorning shon sharifi ayon bo'ladi. Onun şan şerifini bütün cahan kördü. Bu Parvardigorning sözleridir. G'oyibdan bir ovoz kelib, jakarla dedi. Men nemi deb jakarlayman deb so'radim. Bütkül insonlar go'yo o't cho'pga o'xshaydi. Ularning şan şöhreti daladaki gül çiçeklardek to'zib ketidi. Parvardigor birla pöylese, o't cho'plar qurib ketidi. Gül çiçeklar solishib g'azon bo'ladi. İnsanlar xuddi shuningga o'xshash. O't cho'plar qurib ketidi. Gül çiçeklar solishib g'azon bo'ladi. Faqat Xudoyimizning so'zlarila abadiy qoladi. Ey xushxabar yetkizguchi Sion xalqi, taqqa chiqqin. Ey xushxabar yetkizguchi Yerusalim, unlik ovozda qo'rqmay varqirab, Yahudiyaning shahar yezlariga qaranglar, bu sizlarning Xudoyinglar degin. Qaranglar, Parvardigor o'z qudrati bilan keladi. O'zining qudratli qo'li bilan hukmronlik qiladi. Qaranglar, u mukofoti bilan kelmoqda. Parvardigor podshohga o'xshash o'zining qo'ylarini boqidi. U o'zining qo'zilarini qo'liga oladi. Ularni ko'tarib, bag'riga besib mangdi. U sog'liq va qo'zlarni mehribonlik bilan yetaklaydi. Kim dengiz suyini qo'li bilan o'chimlab o'lchayalaydi? Kim osmonni qo'li bilan g'irishlab o'lchayalaydi? Kim zeminning chang to'zonlarini sevatga qochiliyalaydi? Kim tog'larni va do'nglarni tarozida tartalaydi? Kim Parvardigorning o'ylarini tushunib yetalaydi? Kim Parvardigorga maslahat ko'rsalaydi? Parvardigor kimdan yo'l yo'riq so'raydi? Kim uningga adolat yo'lini ko'rsatib beralaydi? Kim uningga ilm o'rgatalaydi? Kim uningga farosat yo'lini ko'rsatib beralaydi? Qaranglar, her qaysi alla chelakdagi bir tomchi suvga o'xshaydi. Ular tarozdagi chang to'zonga o'xshaydi. Parvardigor orollarni xuddi chang to'zonni ko'tirgandek ko'tiralaydi. Livanning o'rmonligidagi barliq daraxtlarmu ko'ydirma qurbonlikqa o'tin qilishga yetmaydi. Livanning o'rmonligidagi barliq hayvonlarmu uningga qurbonlik qilishga yetmaydi. Yer yuzidagi alla uning oldida hech nimaga arzimaydi. Ular uning nazarida quruq bir bo'shliqdan iborat. Sizlar kimni Xudo bilan selishtirib olasizlar? Sizlar qaysi bir shayning qiyofatini uningga o'xshatalaysizlar? Butni uningga o'xshatalamsizlar? Butni qo'ymichi quyib chiqqan. Zargar uningga oltindan
hal berip, kumush zanjirlar bilan bezigan. Bundaq butni setib ololmagan kishi chidamliq yog'ochni tanlab, o'ymikor ustamni izlab, tik turalaydigan butni yasaydi. Acaba sizlar bilmamsizlar? Acaba sizlar anglab bakmaganmı? Sizlarga boshdilar deb berilmaganmi? Acaba sizlar zemin opirdi bo'lgandan tortib to hozirgacha tushunmadinglarmi? Parvardigor osmon gumbizining ustida o'z taxtida o'ltirdi. Zemindagi odamlar xuddi chekatkilarga o'xshaydi. U osmonni xuddi pardadek yeyib, uni makon qilish uchun chedirg'i o'xshash qurgan. U hukmdorlarni ojiz holga tushirib qo'ydi. Hukmronlarni keraksiz qilib qo'ydi. Ularning hukmronligi xuddi andila tikilgandek, xuddi andila terilgandek, andila unib chiqqan moysidek. Parvardigor birla pulisa qurib ketidi. Bo'ron ularni xuddi paxaldek uchirib ketidi. Muqaddas Xudo, sizlar kimni men bilan selishtirib olasizlar? Kim men bilan teng bo'lalaydi deb so'raydi. Sizlar osmonga qaranglar. Bu mavjudotlarni kim yaratqandi? Kim barliq yulduzlarni ismi bilan chaqirib, ularni bir-birlab yetaklab chiqqandi? Parvardigor g'oyat kuchlik, cheksiz qudratlik bo'lg'achqa, ularning birsimu kam qolmaydi. Ey Yoqubning avlodlari, sizlar nima uchun Parvardigor bizning mushaqqatlarimizni ko'mayotidi deb o'ylaysizlar? Ey Isroillar, sizlar nima uchun Parvardigor bizga odil bo'lmadi deysizlar? Acaba sizlar bilmamsizlar? Acaba sizlar anglab bakmaganmı? Parvardigor mangulik Xudodir. U bütün jahonni yaratgan. Hech qachon charchab, herib qolmaydi. Uning farosatini hech kim o'ylab yetolmaydi. U charchagan kishilarga mador berdi. Ojizlarga kuch berdi. Yoshlarmu charchaydi, herib qoladi. Hatto yigitlarmu madoridan ketib yiqiladi. Ammo Parvardigorga talpinib, umid kutgan kishilarningla hayoti kuchi urg'ib turdi. Ular burkutga o'xshash qanot qoqidi. To'xtamay yugursimu, horg'inlik his qilmaydi. Qanchalik yo'l mangsimu, charchamaydi.